Assalomu alaykum ahli Instagram. Mana 200 kvadratlik obyekt fasad qismi jiddiy trenining qilib bitkazilibdi. Baho bersangiz bo'ladi. Bugun sizlar bilan mana shu chiroyli 200 kvadratlik obyektni fasad qismini ko'rib chiqamiz. Baho bersangiz bo'ladi. Bu uyimizni juda ham uyda egasiga ekonomik qilib chiroyli tarzda bitkazib berganlar. Qaranglar. Mana shu deraza, eshik kirtlarini o'zidan chiroyli qilib figuralar berib bitkazib berganlar. Aslida penoplastiyaga yopishtirish shart emas. Bu sizlarga ekonom bo'ladi. Kamida 200 ming so'm kissalaringizga foyda qoladi. Agar mana shu Traventinni o'zidan qilsalaringiz agar. Fasad qismida 3D asosan rombik fasonda bo'lgan juda eng zo'r fasonlardan biri. Baho bersalaringiz bo'ladi. Ustakamiz 12 ta viloyat bo'yicha mana shu chiroyli xizmatlarni yoritib berar ekanlar. Murojaat qilasizlar, asosan sizlarning hollaringizni albatta o'sha chiroyli holatda bitkazib beradilar. Narxda o'z eshitsangiz juda ham zo'r summaga bitgan 200 kvadratlik obyekt $1800 ga bitgan ekan. Baho berasizlar, asosan kvadrat metriga kelsak 1 kvadrat metri $9 dan bo'lgan. $9 общий summasi $1800 ga mana shu obyektimiz bitgan ekan. Ustaqi, material, hamma narsasi ichida. Sizlar faqat mana shu pulni berasizlar, tamom. Hamma narsa o'zlaridan olib kelib mana shu chiroyli holatda bitkazib beradilar. 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatar ekanlar. Bemalol murojaat qilasizlar, naqd 10 yillik garantiya bor mana shu ishlariga azizlar, lekin devor juda ham chiroyli chiqdi. Albatta bir dona layklarni aymaysizlar. Uyimni fasad qismini jiddiy traventin qilaman degan akalarimizga videomizni tashlab qo'yasizlar.